Karmana tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Yozuvchi Norto'xta Qilichning Baxt qushi nomli asariga bibliografik sharh. Asar 2021-yilda O'zbekiston nashriyotida nashr etilgan bo'lib, 2016 betdan iborat. Kitob nomidagi hikoyani to'plamdan izlamang, topolmaysiz. Biroq birin-birin hikoyalarni hayajonlanib, zavqlanib o'qiyotganingiz asnosida albatta siz o'zingizning baxt qushingizga erishasiz va u sizning umr davomlaringizda sodiq hamrohingiz bo'lib qolishiga ishoning. Aziz o'quvchim, kitob keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.